Arab sayyohi Xorazm va Mavara-un-Nahr xalqlari haqida qanday haqiqatlarni oshkor qilgan edi? Bizning ajdodlarimiz qay darajada adolatli bo'lgan? Xo'sh, ajdodlarimiz haqida Ibn Battuta nima deydi? Men dunyo kezib, bu odamlar kabi ezgu niyatli va xushxulqli kishilarni ko'rmadim. Sheroz va Isfahon xalqi garchi o'zlarini javon mard hisoblasa-da, g'arib musofirlarni siylash va mehmon navozlik bobida Xorazm va Mavara-un-Nahr javon mardlariga teng kela olmaydi. Ularning qo'l ostidagi maskanlarda shu qadar adolat rivojlanganki, lashkargohlar, uylar ostonasida oltin va kumush tangalar sochilib yotadi. To egasi topilmagunicha biror kimsa ularga teginmaydi. Ibn Battutaning butun umri 14-asrga to'g'ri keldi. U 1304-yilda tug'ilib, taxminan 1368-1369-yillarda vafot etdi va faol dengiz ekspeditsiyalarining oltin davri edi. U bundan foydalanib, o'sha vaqtda ma'lum bo'lgan deyarli butun dunyoni kezib chiqdi.